Ushbu video orqali sizlarga buyurtma bergan kitobingizni tuman pochtangizgacha qanday qilib yetkazib berish uchun kerakli ma'lumotlarni kiritishni tushuntirib o'taman. Demak, deylik, masalan, bu yerga viloyatni kiritishim kerak. Masalan, men Samarqand viloyati orqali kitobni olmoqchiman, ya'ni Samarqand viloyatidan qabul qilib olmoqchiman. Samarqand viloyat Payariq tumanida turaman. Va bu yerga Payariq tumanini tanlaganimdan keyin pochta indeksini kiritishim kerak. Ya'ni Payariq tumanining o'ziga xos bo'lgan, ya'ni har bitta tumanning o'zining maxsus pochta bo'limi va pochta indekslari bo'ladi. Shuni kiritishim kerak bo'ladi. Masalan, buni bilmasangiz, bu yerda biz rasm qoldirib o'tganmiz. Mana shu rasm ustiga bosamiz va Payariq tumanini ushbu rasmdan topaman. Demak, ikkita Payariq tumanida ikkita pochta bo'limi bor ekan. Bittasi Payariq ko'chasida joylashgan ekan, ikkinchisi Istiqlol ko'chasida joylashgan ekan. O'zimga yaqin bo'lgan Payariq tumanidagi pochtani belgilashim kerak. Masalan, menga Istiqlol ko'chasi yaqin. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsa, ikkita pochta indeksi. Bittasi 141-300. Bu Payariq ko'chasida joylashgan pochta bo'limining indeksi bo'lsa, ikkinchisi esa 141-320. Bu Payariq bu Istiqlol ko'chasida joylashgan pochta indeksi. Men shuni kiritmoqchiman. Shunchaki bu rasmni endi kichiklashtiraman va bizda ikkita X tugma paydo bo'ldi. Pastdagi ikkinchi X tugmani bosib rasmdan chiqib ketaman va kerakli bo'lgan pochta indeksini bu yerdan topib belgilayman. 141-320 ni. Yoki bo'lmasa, masalan, Qashqadaryo viloyatiga buyurtma bermoqchiman. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanini tanladim. Endi Dehqonobod tumani pochta indeksini ham ko'rib olaman. Demak, Dehqonobod tumanida Qarashina shaharchasida, G'afur G'ulom ko'chasida Uztelecom binosining yonida joylashgan ekan. 180-400 ekan pochta indeksi. Aynan ko'rib oldim. Endi X tugmasini bosib chiqib ketaman va pochta indeksini tanlayman. 180-400 bu o'sha Dehqonobod tumanida joylashgan pochta bo'limining indeks raqami. Endi to'lovni rasmiylashtirishim kerak bo'ladi. Bu yerda kitob narxi 80 ming so'm, pochta puli 15 ming so'mni tashkil etadi. Endi to'lovni rasmiylashtirishda Click yoki Payme dan to'lashingiz mumkin. Masalan, telefoningizda Payme ilovasi bo'ladigan bo'lsa, Payme ni belgilab, shunchaki to'lashni bosasiz va sizda Payme ilovasi ochiladi va kerakli kartani tanlab to'lovni amalga oshirasiz. Yoki Click ilovasi bo'lsa sizda, shunchaki Click ilovasini belgilab, to'lash tugmasini bosasiz va Click ilovasi sizda ochiladi va Click ilovasi orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Yoki sizda Click ilovasi ham yo'q, Payme ham bo'lmasa, ushbu holatda qanday yo'l tutiladi? Bunda ham Click va Payme dan birontasini belgilaysiz va to'lash tugmasini bosamiz. To'lash tugmasini bosadigan bo'lsak, bizda Clickning rasmiy sayti ochiladi va biz bu yerga o'zimizning telefon raqamimizni kiritamiz, ya'ni kartamiz ulangan telefon raqamini, chunki SMS kod keladi, shuni tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Aynan kartamizdan pul yechilishi. Endi keyin karta raqamlarimizni bu yerga kiritamiz. Amal qilish muddatini ham kiritishingiz kerak bo'ladi. Barcha ma'lumotlar to'liq kiritilgandan keyin, ya'ni karta raqamingiz va kartangizning amal qilish muddati to'liq kiritilgandan keyin tasdiqlash, ya'ni продолжить davom etish tugmasini bosaman. Va telefon raqamimga endi SMS keladi. Ya'ni kartamdan pul yechilishi to'g'risida. Va telefon raqamimga kelgan SMS orqali men tasdiqlayman ushbu to'lovni va tasdiqlash tugmasini bosaman. Va biroz kutib turaman. Bo'ldi. Ushbu buyurtmam tasdiqlandi. Kartamdan kerakli miqdordagi pul yechib olindi. Endi qaytib Telegramga o'taman va to'lov sahifasidan ochiladi deyapti. Ya'ni buyurtma tasdiqlangan bo'lsa, to'lovingiz to'liq muvaffaqiyatli o'tgan bo'lsa, profilim bo'limiga o'taman va profilim bo'limiga o'tganda buyurtmalar bor.